Cho'lpon va Abdulla Qodiriy nomidagi axborot kutubxona markazi bo'lim boshlig'i Musallam opa Isroilova studiyamiz mehmonlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush ko'rganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Men xursandman. Bugungi kunda shu kitobxonlik madaniyati haqida gaplashamiz. Yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlari qanday? Hozirda yoshlarimizni kitobga bo'lgan qiziqishlari ko'z tegmasi juda ham yaxshi. Chunki mana shu Olmazor tumanida oldin ham aytganman, shu bizani kutubxonamiz bor, Abdulla Qodiriy hamda Cho'lpon nomidagi. Hozirda bizani kitobxonalarimizni soni 12 mingtadan oshdi. Kitoblarimiz 65 mingta bo'ldi. Kutubxonamizga bilasizmi, nimalar o'quvchilarimiz kelishadi, maktab o'quvchilarimiz shu Olmazor tumaniga qarashli maktablarimizda o'quvchilar kelishadi. Universitetlarimiz bor, ulardan talabalar kelishadi. Darsdan keyin ular kelib bemalol yana bizada tayyorgarlik ko'rib, o'sha kerak kitoblarni olib foydalanishadi. Keyin kutubxonamizni oldida shu prezidentimizning tashabbuslari bilan shu nuroniylar sihatgohi tashkil qilingan. Bu yerga ham shu 65-64 ta mahalladan nuroniylarni taklif qilishadi-da, o'sha nuroniylar ham har gal kelganda bizga a'zo bo'lishib, o'sha kitoblardan foydalanishib, ketgunicha bemalol shu kitoblarni mutolaa qilib xursand bo'lib ketishadi. Keyin maktablarda tadbirlar o'tkazamiz. O'zimizni shu kutubxonalarda juda ham chiroyli tadbirlar o'tadi. Shoirlarni, yozuvchilarni taklif qilamiz. Kitobxonlarimiz juda ham shu xursand bo'lib ketishadi, shu o'tayotgan tadbirlarni ko'rib, shu kutubxonamizdagi sharoitlarni ko'rib juda ham xursand bo'lishadi. Ularga xizmat qilganda biz xursandmiz. Shu kutubxonaga odam kelib tursa, albatta kutubxonachilarning kayfiyati ko'tariladi-da. Albatta. Chunki kitoblar o'qilgandagina shu ma'naviy boylikka aylana oladi, to'g'rimi? To'g'ri. Shu hamma sharoitlarimiz bor kutubxonamizda, shu elektron versiyalarimiz ham bor. Rang-barang kitoblar yana olib keldik. Mana o'tgan gal kelganimizdan ham yana hozir yana 3,5 mingta kitoblar olib keldik. Juda ham chiroyli. Turli kitoblarimiz bor. Chet el yozuvchilarini, shoirlarniki bor. Brail asosida kitoblarimiz bor. Ko'zlari ojiz kitobxonlarimiz bor. Bizlarni kelishadi, foydalanishadi. Yaxshi kutubxonamiz juda ham juda ham yaxshi. Sizningcha mana shu kitob o'qishdan uzoqlashtirayotgan omillar nima deb o'ylaysiz yoshlarni? Men o'ylaymanki, shu sal uzoqlashtiradigan omillardan biri bu telefon. Bolalarimiz juda ham ko'p shu vaqtlarini telefonga sarflashadi. Shu ota-onalar ko'proq e'tibor berishsa, farzandlariga qo'liga telefon emas, iloji boricha shu kitoblarni berishsa, kitoblardan o'quvchilar foydalansa, o'qisa, albatta bilimlari kuchayadi. Menimcha shu kitob o'qigani ko'proq yaxshi bo'ladi. Kutubxonani nomini o'zi ham juda ham bir katta ma'naviy xazina. Cho'lpon va Abdulla Qodiriy. Ularni ijodlarini targ'ib qilish jarayonlari qanday? Ularni ijodlarini targ'ib qilish, mana hozir mana bu To'ron kutubxonasi bor, bizda Olmazor tumanida u ham yaqindagina biz nima o'sha kutubxonaga bordik, tadbir o'tkazdik, u yerda ham juda ham yaxshi kitoblarni oldik, ko'rdik, o'zimizning kitoblarni ham olib bordik, ko'rgazmalar qildik. O'tgan mana shoirlar, yozuvchilar kelishdi, juda chiroyli tadbirlar o'tdi. Mana Abdulla Qodiriy hayoti, ijodi, butun hamma shu uy muzey tashkil qilinganda, shu muzeyga kirib, o'sha muzeylarni ko'rdik. Juda ham katta taassurot qoldi bizda o'sha kutubxonalar bo'yicha ham. Ajoyib. Haqiqatda har bitta inson uchun o'sha bolaligidagi bitta kitob uni yo kitobxon qilib qo'yadi, Albatta. yoki kitobdan uzoqlashtirib qo'yadi-da. Bu borada o'sha kattalarni, bobo-yu buvijonlarni nabiralar bilan bo'lgan muloqoti alohida o'rin tutadi. Albatta. Mana bizda ham hozir shu gapingizga misol qilib aytaman. Ko'proq buvijonlarimiz kelishadi. Nabiralar bilan-da kelishadi-da, ular o'zligi alohida a'zo bo'lishadi. Navaralarni a'zo qilishadi-da. O'zligi mana shu jadidlarimizning kitoblarini ko'proq olishadi. Navaralari kitob olishadi, ular olib ketishib o'qishadi yoki bizning o'zimizda hamma sharoit bo'lganicha o'tirib o'qishadi shu yerda. Bir-biriga aytib, nima deydi, fikr yuritishadi, almashishadi. Biz juda xursand bo'lamiz undan. Ko'proq shu buvijonlarimiz keladi, bobolarimiz kelishadi. Hali aytgandek nuroniylarimiz ko'proq kelishadi. Biz o'yladikki, shu bardavom bo'lsa, ota-onalarimiz ham ko'proq qiziqsa farzandlarini shu kitobga bo'lgan qiziqishini orttirishiga, ko'chada endi mana yozgi ta'til xudo xolisa boshlanadi. Maktablarda lagerlar tashkil qilinadi.
shu lagerlarga ham biz o'zimizni nima deydi Ko'chma ko'chma kutubxonalarimizni olib borishni rejalashtirib qo'ydik. Har bitta lagerlarga olib borib o'sha yerda chiroyli tadbirlar qilib, o'sha kutubxonamizni, ko'chma kutubxonamizni olib borib, ularga yangi kitoblarimiz bilan tanishtirib, ularni hammasini yana bizani o'zimizni kutubxonaga a'zo qilib kelish niyatlarimiz bor, xudo Qanday xohlasa. yaxshi. Haqiqatdan ham tabiat qo'ynida o'qilgan kitob Albatta, albatta. yana ham mehr muhabbat uyg'onishga bir sababchi Albatta, bo'ladi. to'g'ri. Qoyil qolish kerak. bugungi kunda kitobxonlarni qiziqtirayotgan narsalar bu o'sha elektron kitoblar ham bo'layapti-da. kitoblar, Va bir jarayon borki, shu sohaga sun'iy intellekt ham kirib keldi. Shunday fikrlar bo'layaptiki, kitoblar o'zlari haqida o'zlari gapirib berayaptilar degan O'qish shart emas. jarayonlar ham bo'lyapti. Demak, yosh avlodni qiziqtirishda mana shunday sun'iy intellektlardan ham foydalanayotgan ekanda kutubxonachilar, to'g'rimi? to'g'ri, Sizda ham to'g'ri. bu qadamlar tashlanganmi? Bizda ham bu qadamlar tashlangan. O'zimizning xodimlarimiz bor, bu bo'yicha alohida ishlar yuritishadi. O'sha yangi kitoblarni hammasini shu iloji boricha shu elektron nimalarga kiritib, keyin shu kitobxonlarimizni qiziqtirgan kitoblarni biz shu elektron tarzda topib berishga harakat qilamiz. Ular shundan foydalanishadi. Bu bo'yicha bizda ishlar amalga oshirilgan. Olmazor tumanida aholi ko'p joylashgan. To'g'ri. Aholisi ko'p, yoshlari ko'p Zish. tumanlardan biri hisoblanadi. Shu 64 ta mahallamiz bor. Qarang, mahallalarni Mahallalarimiz ham ko'p. Bugungi kunda mahallalarda ham kutubxonalar tashkil qilyapti. Albatta, mahallalarni bizada mana shu Olmazor tumanimizda 20 ta yana kutubxonalar tashkil qilindi. Mahallani ichida alohida. Mahallani ichida u bank tomonidan Ha. ochib berildi, tayyorlab berishdi. Ular alohida kitoblar berishdi, javonlar berishdi. Nimaiki kerak bo'lsa, hammasi bilan ta'minlab berishdi. Undan tashqari mahallani ichida ham, mahallani o'zida ham alohida kutubxonalar tashkil qilingan. U yerda ham mana kitoblari bor, ularga ham monobloklar berilgan. Nima deydi, elektron doskalar berilgan. Hamma kitob javonlari kitoblar bilan ta'minlangan. Mana hozir yana biz shu yangi kitoblarimizdan ham 9 xil ko'rinishda ishlov berib, tayyor qilib turibmiz. Xudo xohlasa shtat masalasi hal bo'lishi bilan o'sha kitoblarni tarqatamiz. Kompyuter ham beramiz, printerlar beriladi, hamma sharoitimiz bor, ta'minlaymiz xudo xohlasa. Ajoyib. Sizni kutubxonangiz haqida odamlarda juda ham iliq fikrlar bor. Zamonaviy sharoitlarga Albatta. ega, keng va yorug' va u yerda o'sha xodimlarni o'zlarini ham shu yuzlari kulib turib, aynan kitobxon qilib chiqarishadi. Do'sti bilan bir bola kelsa kitob olish uchun, do'stiga ham bir kitob tavsiya etiladi. Albatta. degan bir fikrlar borda, chunki men ham Olmazor tumanida istiqomat qilaman va bu yerdagi jarayonlardan xabarimiz bor. So'ramoqchi bo'lganim, kutubxonachilik kasbi odatda shu soyadagi qahramonlar deya e'tirof etiladi-da. Avvallari shunday edi. Sokin odamlar, o'zi bilan o'zi ovora odamlar. Lekin bugungi kutubxonachisi unday emas. Jamiyatda eng faol va o'sha har bitta bo'layotgan voqea hodisalardan xabardor. Kerak bo'lsa, kelgan bolalarga yoki insonlarga o'ziga xos bo'lgan kitoblarni tanlab taqdim eta oladigan odamda, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Shu kutubxonachilarimiz bizani psixolog desak ham bo'ladi-da. Shu kelgan haqiqatda aytganingizdek, kelgan bolalarni qarab, ularni gapirayotgan gapi, borayotgan fikrlariga qarab o'sha kitoblarni berishga harakat qilamiz. Demak, suhbatlashiladi. Suhbatlashiladi albatta. Shu a'zo bo'lishga kelganda ular bilan biz suhbatlashamiz. Qanaqa kitoblar qiziqtiradi, qaysi shoirlar, qaysi yozuvchilarni ijodlariga qiziqasizlar deb biz so'raymiz. Ular keyin asosan maktab o'quvchilari juda ham chanqoq. Juda ham chanqoq, juda ham xursand bo'lib ketamiz ular bilan suhbatlashganda-da. Bugungi bolasi avvalgi bolalardan boshqacharoqda. Biz kutubxonaga kirgan paytlarimizda tokchalarga kitoblar terib qo'yilardi. Bo'yimizga moslab 7 yoshdan 9 yoshgacha, 9 yoshdan 11 yoshgacha shunday bo'lardi-da va o'sha bo'yimiz yetgan kitobni o'qirdik. Bu yerida kutubxonachilar tavsiya qilishmasdi. Demak, bo'yi yetgan kitobni o'sha intellekti qabul qila oladi bolalarni degan tarzda taqdim etiladi. Bugungi bolalarini ham dunyoqarashi ba'zida kattalarnikidan keyin. To'g'rimi? To'g'ri. Hozir tokchalarda kitoblar shunday tuzilayaptimi yoki kelgan bola bilan ilk suhbat amalga oshiriladi? Yo'q, bizda ham kitob javonlari bor. Faqat unaqa past emas, bizaniki balandroq, chiroyli qilib ishlangan kitob javonlarimiz bor. Ularga ODK asosida kitoblarimiz joylangan, alfabet asosida. O'sha kelgan o'quvchilarimiz ko'rishadi, bizdan so'rashadi, mana shu kitob alfabet bo'yicha avvalambor o'zligi topishadi. Agar topa olmasa bizga iltimos qilishadi. Biz shu iloji boricha shu xohlagan kitoblarni topib berishga harakat qilamiz. Mutaxassislarimiz bor, kutubxonachilarimiz juda ham shirin so'z, juda ham yaxshi, o'z vazifalariga juda ham sodiq kutubxonachilar. Bizni kuzatib turgan yosh
kitobxonlar, yoshlar bo'lishi mumkin. Ularga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz shu kitobga bo'lgan mehr-muhabbatni uyg'otish uchun? Iloji boricha shu ko'proq vaqtlarini kitob o'qishga sarflashsa deb tavsiya qilgan bo'lardim. To'g'ri, hozir kompyuterga hamda telefonlarga ko'proq qiziqadi, lekin telefonni yomon tomoni deb aytolmayman, chunki shu telefon orqali ham xohlagan, o'shanda ham xohlagan kitoblarni topib foydalanish mumkin. Yaxshi tomonga foydalansa, nur ustiga alo nur bo'ladi. Demak, o'sha kitoblarni qaysi birini o'qigan ma'qul? Elektron kitoblar afzalmikin yoki kitobni hidini tuyib, varaqlab o'qigan afzalmikin degan savolga To'g'ri. Endi uyda o'tirib bemalol shoshmasdan o'qigan u boshqacha bo'ladi. Hali metrolarda, avtobuslarda o'tirib o'qisa baribir xotirjam bo'la olmaydi-da. Kutubxonaga kelib o'qisa, bizning shu hamma sharoitimiz bor kutubxonalarga qancha ko'p kelib foydalansa kitoblardan o'qisa, biz xursand bo'lamiz xizmat qilganimizdan. Bugun eng ko'p o'qilayotgan kitob qaysi, masalan? Jadidlarimiz bo'yicha, keyin bolalar, asosan bolalar kitoblari, yozuvchilarni kitoblari, bolalar she'riyatlardan o'qishadi, bolalarga xos bo'lgan she'riyatlar bor, she'riy kitoblar, ularni ko'proq olishadi. Ertak kitoblar ko'proq o'qiladi, chet el asarlaridan mana bu Jek Potter kitoblari, Garri Potter kitoblari bor. O'shalardan ko'proq foydalanishadi. O'zbek yozuvchilarimizdan Shumbola kitoblarini ko'proq olishadi. Keyin mana bu Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlari, Mehrobdan Chayon o'sha kitoblarni juda ham sevib o'qishadi kitobxonlarimiz. Minnatdormiz. Biz odatda bolalar uchun tavsiyalar bering deymizda, kutubxonachilar kelganda. Bugun ota-onalar uchun tavsiyalar berishingizni xohlagan bo'lardim. Shu hurmatli ota-onalardan iltimos qilardikki, shu hali aytganimdek, endi bu yog'i mana yozgi ta'til boshlanadi. Shu yozgi ta'tilda maroqli o'tishi uchun shu iloji boricha ko'proq kitobga qiziqtirib, kitob bersa farzandlarning qo'liga xursand bo'lib qolardik. Va o'sha yozgi ta'tilni chiroyli o'tkazish uchun kutubxonalar tayyor bugun. Tayyor. Biz tayyormiz har doim o'quvchilarga xizmat qilishdan. Demak, o'sha loyihalar haqida ham menimcha aytib o'tishimiz kerak hozir. Masalan, yozgi ta'til uchun qanday loyihalar bor? Kutubxonaga kelishlari uchun. Kelishlari uchun mana shu bizda hozir elektron doskalarimiz bor dedik. Har xil tadbirlarni o'tkazamiz, yozuvchilarni, shoirlarni tug'ilgan kunlari bo'ladi, bayram sanalari bo'ladi, o'shalarni o'tkazamiz. Keyin bir ertak qahramonlarni sahna ko'rinishida tadbirlarni o'tkazamiz, jonli qilib. Shularga biz tayyormiz. Ajoyib. Bo'lmasa bolalarimiz ham shoshilishlari kerak bo'ladi. Kutubxonalarga musallampa rahmat. Kerakli bo'lgan ma'lumotlar uchun yana studiyaga kelasiz. Inshaalloh. Ko'rganimizdan juda xursand bo'ldik. Rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, Cho'lpon va Abdulla Qodiriy nomidagi Axborot kutubxona markazi bo'lim boshlig'i Musallam Ismoilova studiyamiz mehmoni bo'ldilar. Bizda reklama bor. Reklamadan so'ng qaytamiz.